Mashi ikkalovi ham to'g'richa diplomatik katyol. Ko'pchilik aytadi-yu, "Aka, sizlarning katyolinglarning nima afzalligi bor?" deb so'rashadi-yu. Nima tomonini ustun deyshadi mana. Ko'rsataman sizlarga, bu boshqa sexdan chiqqan katyol. Mana ko'ryapsizlar, popkasi bo'linib turibdi. Ha, shugacha kelganda, popka. Mana shugacha kelgan mana. Mana qaranglar. Hoppa. Bundoq qilsa ham ko'rinmaydi qisqasi. Popka dakansa borgan. Katyolchi ust ko'rinishi bir xil mana. To'rg'icha katyol turibdi, ikkalovi diplomat. O'shaning uchun ustiga qarab baho berilmaydi. Har doim ichidagi elementlarga qaraladi. Lekin ko'p tiqiylar demayman. Ko'p tiqsanglar kiyagi yo'q qoladi, katyol ishlamay qoladi. Hozir mana shu katyolga uje ichiga element qo'shadigan bo'lsa, uje ishlamaydi bu katyol. Mana bunda ko'rib turibsizlar, mushuk bolasini olib o'tib ketadigan darajada katta orasi. Agar popkasini dakansa olib borilsa, bu katyol ham yaxshi ishlaydi, xudo xolisa.